Bugun men bo'ri bo'laman. Sen esa quyon. Hay! Ibi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy, tavba qildim, nima bu? Voy ilohi. Aya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqt uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplar demay-a. Bobur aka, uyqum kelyotdi, uxlayveraymi? Yo, to'xta, uxlamasdan tur, hozir kiraman. Bolam, o'tiribsiz-ku, suhbatlashib, mazza qiling. Bir tayinli gap ham bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul ayajon, kirib. Yo'q, nima qilasan? Uxlaversin u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. 5 minutga kirib chiq. E'tibor qilma. Uxlasa uxlaversin. Ikkalamiz suhbatlashib o'tiramiz. Bozorda kurs qancha? Sabz qancha? Bo'pti, asabiylashma. Yangi yilda nima qilamiz? Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola, qayoqqa? Asaloyga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy, Tinchlikmi oyi? Asaloyiga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, yuz choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi? Dam olsin. Popona, qarasanga sovg'a olib keldim. Bavi parashoga. Endi qiynalmaysan. Bu kiyimlarni top-toza yuvadi. Bironta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashyotidan tayyorlangan. Yur, kiyimlarni keyin yuvasan, xonaga boraylik. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray, bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Men nima qilay boshqa? Popona, ayam uxladi. Tushi ham rosa uzun ekan. Poponam, Bobur aka, ana kuni ko'zi. pishak kirgandir-da. To'xtangda, men bir ko'rayda. Miyav. Yeyman o'lim. Mana qaka so'laqman. Men nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz tushingizni ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yarqisi qila oling. Amin, men ketdim. Poponim to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam.